Urumqi oktyabrdan banklar tomonidan pensiya berish tartibida yangi qoidalar kuchga kirishi haqida gap ketganda, bu faqat pensionerlarga tegishli oddiy yangilik emas. Bu masala oilasida pensioner bor har bir insonni pensiyasini bank kartasi orqali oladiganlarni, naqd pulda olishga odatlanganlarni, boshqa hududga ko'chib ketganlarni, nogironligi bo'lgan fuqarolarni va pensioner nomidan ishonchnoma bilan pul olayotgan yaqinlarini bevosita qiziqtiradi. Men bugun sizga shu mavzuni oddiy tilda, lekin huquqiy va amaliy jihatdan batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xatolik pensiya pulining kechikishiga, bankda ortiqcha navbatga turishga yoki hujjatlarni qayta topshirishga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bugun bilib olgan odam ertaga o'zini va yaqinlarini muammolardan himoya qiladi. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun ancha odatiy ko'rinishda edi. Kimdir pensiyasini plastik kartaga olardi. Kimdir bank kassasidan naqd shaklda olardi. Ayrim hollarda esa pensionerning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi ishonchnoma orqali pulni yechib berardi. Ko'p odamlar bankka faqat pul tushgan kuni bilish uchun borardi. Ayrimlar esa SMS kelishini kutardi. Ya'ni asosiy e'tibor pulni olishga qaratilgan edi. Hujjatlarning dolzarbligi, bankdagi shaxsiy ma'lumotlarning yangiligi, karta muddati, hisob raqam holati kabi masalalarga esa ko'pchilik jiddiy qaralmasdi. Yangi tartibning mazmuni shundaki, oktyabrdan boshlab pensiya mablag'larini banklar orqali berishda shaxsni aniqlash, hisob raqam va karta ma'lumotlarini tekshirish, naqd pul berish jarayonida tartibni kuchaytirish, ishonchnoma orqali olish holatlarida hujjatlarning to'g'riligini alohida nazorat qilish kabi masalalarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Bu nimani anglatadi? Bu birinchidan, pensiya pullari aynan egasiga yetib borishini ta'minlash degani. Ikkinchidan, firibgarlik, noto'g'ri o'tkazmalar, eskirgan hujjatlar sababli yuzaga keladigan muammolar kamaytiriladi. Uchinchidan, pensionerning bank bilan bog'liq ma'lumotlari aniq va yangilangan bo'lishi talab qilinadi. Men bu yerda eng muhim fikrni aytaman. Yangi tartib pensiyani bekor qilish yoki kamaytirish haqida emas. Bu pensiyani berish mexanizmini tartibga solish haqida. Ya'ni sizga tayinlangan pensiya saqlanib qoladi. Lekin uni olish jarayonida ayrim talablar qat'iyroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun vahimaga tushish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Avval ko'p hollarda pensioner bank kartasiga pensiya tushishini kutardi. Pul tushgach, bankomatdan yechar edi yoki do'konda karta orqali ishlatardi. Agar naqd kerak bo'lsa, bank kassasiga borardi. Bank xodimi shaxsini aniqlab, tegishli amaliyotni bajarardi. Biroq amaliyotda shunday holatlar bo'lganki, karta muddati tugagan, lekin pensioner bundan bexabar bo'lgan. Yoki telefon raqami o'zgargan, lekin bankka yangilab qo'yilmagan. Yoki pasport ID kartaga almashtirilgan, lekin bank bazasida eski pasport ma'lumoti qolgan. Natijada pul tushgan bo'lsa ham, uni olishda muammo paydo bo'lgan. Endi banklar pensiya berishda bunday holatlarga jiddiyroq qarashi mumkin. Pensionerning shaxsiy ma'lumotlari bankdagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Hisob raqam faol bo'lishi kerak. Karta muddati tugamagan bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma orqali boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, shakli va undagi vakolatlar aniq tekshiriladi. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, oldindan qanday xizmatlar mavjudligini aniqlash kerak bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi oltintakis yoshli onaxon har oy 1,2 million so'm pensiya oladi. U pensiyani kartaga olgan, lekin kartaning muddati sentyabr oyida tugagan. Avval u buni faqat bankomat pul bermaganda bilgan. Endi esa bunday holatlarda bank pensiya amaliyotini to'xtatib qo'yishi yoki yangi karta rasmiylashtirish talab qilishi mumkin. Bu pensiya yo'qoldi degani emas, pul hisobda turadi. Lekin undan foydalanish uchun karta yoki hisob ma'lumotlarini to'g'rilash zarur bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner otaxon qishloqda yashaydi, o'g'li esa shaharda. Otaxon har oy o'g'liga kartani berib, pensiyasini yechtiradi. Bunday holat ko'pchilik oilalarda bor. Ammo karta va PIN kodni boshqa odamga berish xavfli. Agar pul noto'g'ri yechilsa, keyin buni isbotlash qiyin bo'ladi. Yangi tartibning asosiy maqsadlaridan biri ham shundaki, pensiya mablag'i egasining roziligi va qonuniy tartib asosida ishlatilishi kerak. Agar otaxon o'g'liga rasman vakolat bermoqchi bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtirilgani ma'qul. Birinchi navbatda pensiyasini naqd shaklda olishni xohlaydigan pensionerlar
e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki bank kassasidan naqd pul olishda shaxsni aniqlash, hujjatlarni ko'rsatish va ayrim holatlarda oldindan navbat yoki bankdagi naqd pul limiti bilan bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Agar siz har oy aniq bir kunda borib pul olsangiz, bank filialingizda pensiya berish jadvali qandayligini oldindan aniqlab qo'ying. Ba'zi banklarda ma'lum kunlarda pensionerlar ko'p keladi, navbat uzayadi, naqd pul bilan bog'liq vaqtinchalik cheklovlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, kartasi muddati tugash arafasida bo'lganlar. Plastik karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 1024 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyigacha amal qiladi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya tushishi mumkin, lekin karta orqali yechish yoki to'lov qilishda muammo chiqadi. Shuning uchun men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga kartani hozir tekshirishni maslahat beraman. Bu 5 daqiqalik ish, lekin keyin bir necha kunlik muammoning oldini oladi. Uchinchi guruh, pasport yoki ID kartasi yaqinda almashtirilgan fuqarolar. Masalan, siz eski pasportdan ID kartaga o'tdingiz, lekin bankka borib ma'lumotlarni yangilamadingiz. Bank tizimida eski hujjat raqami qolgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pulni olishda ortiqcha savollar paydo bo'ladi. Bank xodimi sizdan yangi hujjatni ko'rsatishni, ma'lumotlarni qayta kiritishni so'rashi mumkin. Bu normal jarayon, lekin vaqt oladi. 4-guruh, boshqa viloyatga yoki boshqa tumanga ko'chib ketgan pensionerlar. Pensiya tayinlangan manzil, yashash manzili va bank filiali bir-biriga mos kelmay qolgan bo'lsa, ayrim amaliyotlarda aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, pensioner ilgari Andijonda yashagan, hozir Samarqandda farzandlari bilan turibdi. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin, lekin naqd olish. Bank filialini almashtirish yoki ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lsa, yashash joyi bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limi va bank bilan bog'lanish talab qilinadi. 5-guruh, nogironligi bo'lgan, yura olmaydigan yoki sog'lig'i sabab bankka borishi qiyin bo'lgan fuqarolar. Bunday insonlar uchun eng to'g'ri yo'l oldindan bankka murojaat qilib, masofaviy xizmat, ishonchnoma, vakil orqali xizmat ko'rsatish yoki boshqa qonuniy imkoniyatlarni aniqlashtir. Eng yomoni, masalani oxirgi kungacha qoldirish. Chunki pensiya kuni kelganda hamma birdan bankka yugursa, navbat, tushunmovchilik va asabiylik ko'payadi. Agar sizning pensiyangiz kartaga muntazam tushayotgan bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, bankdagi telefon raqamingiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, siz har oy pulingizni muammosiz olayotgan bo'lsangiz, odatda katta xavotirga asos yo'q. Yangi tartib sizdan faqat ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishini va pensiya olish jarayoni qonuniy tarzda amalga oshishini talab qiladi. Masalan, 72 yoshli pensioner har oy 1.800.000 so'm pensiyani kartaga oladi. Kartaning muddati 2027 yilgacha, telefon raqami o'z nomida bank ilovasidan farzandi yordamida balansni tekshirib turadi. ID kartasi bankda yangilangan. Bunday holatda u faqat pensiya tushishini kutadi va odatdagidek ishlatadi. U bankka har oy borish shart emas. Lekin karta yo'qolsa, telefon raqami o'zgarsa yoki hujjat almashtirilsa, darhol bankka murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana bir misol. Pensioner onaxonning pensiyasi 950.000 so'm. U har oy pulni karta orqali dorixona, oziq-ovqat do'koni va kommunal to'lovlarga ishlatadi. Naqd pul yetmaydi. Uning kartasi ishlayotgan bo'lsa, SMS kelayotgan bo'lsa, to'lovlar o'tayotgan bo'lsa, yangi tartib unga ko'proq xavfsizlik beradi. Chunki bank pensiya egasi hisob va to'lov kanalining to'g'riligini nazorat qiladi. Birinchi nozik jihat, pensiya tushmagan deb o'ylashdan oldin sababni aniqlash kerak. Ba'zan pul kechikdi degan xabarlar tarqaladi, odamlar vahimaga tushadi. Aslida esa bank amaliyoti dam olish kuni texnik yangilanish, karta muammosi yoki hisob raqam bilan bog'liq tekshiruv bo'lishi mumkin. Agar pensiya odatda oyning urdet kuni tushsa, lekin bu sana dam olish kuniga to'g'ri kelsa yoki bankda texnik ishlov bo'lsa, tushum keyingi ish kunida aks etishi mumkin. Shuning uchun birinchi harakat bankdan va pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq ma'lumot olish bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma masalasi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi: men otamning yoki onamning farzandiman, demak bankdan pulni olishim mumkin. Yo'q, bank uchun qarindoshlikning o'zi yetarli emas. Bank pulni faqat hisob egasiga yoki qonuniy vakolatga ega shaxsga berishi mumkin. Ishonchnomada aynan pensiya mablag'larini olish.
Bank hisob varag'i bo'yicha amaliyot qilish, kartaga yoki hisob bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirish huquqi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ishonchnomada faqat umumiy vakolatlar yozilgan bo'lsa, bank ayrim amaliyotlarni rad etishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, karta egasining vafoti bilan bog'liq holatlar. Juda og'ir mavzu, lekin aytish kerak. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish qonuniy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu mablag'lar meros, dafn puli, ortiqcha to'langan pensiya yoki qaytarilishi kerak bo'lgan mablag' sifatida alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun yaqinlar bunday holatda bank va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Karta yoningizda bo'lgani uchun pulni yechish mumkin degan fikr noto'g'ri. To'rtinchi nozik jihat, bankomatdan yechish komissiyasi va limitlari. Ayrim pensionerlar o'z bankining bankomatidan emas, boshqa bankomatdan pul yechadi. Ba'zi hollarda komissiya olinishi, kunlik limit bo'lishi yoki bankomatdan naqd pul tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1 million 500 ming so'm bo'lsa, pensioner boshqa bankomatdan bir necha marta yetsa, har safar komissiya ushlanishi mumkin. Natijada oy oxirida 20 ming yoki 30 ming so'm ortiqcha xarajat bo'ladi. Bu kichik ko'rinadi, lekin pensioner uchun bu dori yoki non puli bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z bankingiz shartlarini aniq bilish zarur. 5-nozik jihat, telefon raqami. Bugun bankdagi ko'p tasdiqlashlar SMS orqali amalga oshadi. Agar telefon raqamingiz ishlamasa, boshqa odam nomida bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, bank amaliyotlari qiyinlashadi. Masalan, karta bloklangan, siz uni tiklamoqchisiz. Bank sizning raqamingizga kod yuboradi. Raqam eski bo'lsa, siz kodni ola olmaysiz. Natijada bankka borib, raqamni yangilashga majbur bo'lasiz. Shuning uchun pensionerning bankka ulangan raqami ishlashi va doimiy nazoratda bo'lishi kerak. 6-nozik jihat, qarzdorlik va majburiy undirish masalasi. Ayrim fuqarolarda kredit, aliment, ijro hujjatlari yoki boshqa qarzdorliklar bo'lishi mumkin. Pensiya mablag'lariga nisbatan qonunchilikda ma'lum cheklovlar va himoya mexanizmlari mavjud. Lekin amaliyotda hisob varaq bloklanishi yoki ma'lum qism ushlab qolinishi holatlari bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyadan pul ushlanganini ko'rsangiz, darhol bankdan yozma izoh so'rang. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli tashkilotdan asosini aniqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Karta ustidagi amal qilish muddatiga qarang. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, bankingizga boring va yangi karta rasmiylashtirish tartibini so'rang. Odatda buning uchun pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ayrim banklarda ariza yoziladi, ayrimlarda yangi karta bir necha kunda tayyor bo'ladi. Ikkinchi qadam, bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilang. Agar pasportingiz ID kartaga almashtirilgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz almashgan bo'lsa yoki yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bankka borib ma'lumotlarni to'g'rilating. Bank xodimiga aniq ayting. Men pensiya olaman. Hisob va karta ma'lumotlarim to'g'ri ekanini tekshirtirmoqchiman. Shu gapning o'zi xodimga nima tekshirish kerakligini tushuntiradi. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limidagi ma'lumotlaringizni ham tekshiring. Ayniqsa pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz yoki pensiya turida o'zgarish bo'lgan bo'lsa. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya qaysi bankka va qaysi hisobga o'tkazilayotganini aniqlang. Agar bankni almashtirmoqchi bo'lsangiz, qanday ariza kerakligini so'rang. 4-qadam. Ishonchnoma kerak bo'lsa, uni oldindan rasmiylashtiring. Pensionerning o'zi bankka bora olmasa, notarial tartibda ishonchnoma qilish masalasini ko'rib chiqing. Ishonchnomada vakilning pasport ma'lumotlari, pensionerning ma'lumotlari, qaysi bankdagi qaysi amaliyotlarga ruxsat berilgani aniq yozilishi kerak. Men bu yerda maslahat beraman, umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Bank hisob varag'idan pensiya mablag'larini olish, karta bo'yicha amaliyotlar qilish, zarur hujjatlarni imzolash kabi vakolatlar ko'rsatilgan bo'lsin. 5-qadam, pul tushishini nazorat qilish uchun qulay usul tanlang. SMS xabarnoma ulangan bo'lsa, telefon doim ishlasin. Bank ilovasi ishlatilsa, parolni begonalarga bermang. Farzandingiz yordam bersa ham, karta PIN kodi va ilova parolini hamma bilishi shart emas. Eng yaxshi yo'l. Pensionerning roziligi bilan ishonchli bir yaqin odam balansni tekshirishga yordam beradi. Lekin pulni ishlatish masalasi
pensionerning o'z nazoratida qoladi. 6-qadam, bankka borganda hujjatlarni to'liq olib boring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, karta, telefon, kerak bo'lsa ishonchnoma nusxasi va aslini oling. Agar muammo bo'lsa, masalan pul tushmagan, karta ishlamayapti yoki hisob bloklangan bo'lsa, bankdan og'zaki javob bilan ketmang. Ariza yozing yoki murojaatingiz ro'yxatga olinganini so'rang. Murojaat raqamini yozib oling. Bu keyin muammoni hal qilishda juda kerak bo'ladi. 7-qadam. Hech qachon kartangizni va PIN kodingizni begona odamga bermang. Bank xodimi ham sizdan PIN kod so'ramasligi kerak. Telefon orqali qo'ng'iroq qilib, "Men bankdanman, kodingizni ayting" desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensionerlar aynan shunday aldovlarga ko'p uchraydi. Pensiya tushgan kuni firibgarlar faollashadi. Chunki ular odamlarning hisobida pul borligini taxmin qiladi. Shuning uchun biror shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-qadam. Pensiyani naqd olishga majbur bo'lsangiz, bank filialining ish vaqti, kassadagi tartib va ehtimoliy navbat haqida oldindan biling. Imkon bo'lsa pulni birdan to'liq yechib olish shart emas. Karta orqali dorixona, do'kon va kommunal to'lovlarni amalga oshirish xavfsizroq bo'lishi mumkin. Chunki uyda katta miqdorda naqd pul saqlash ham xavfli. Tasavvur qiling, yetim yoshli pensioner har oy 1.300.000 so'm oladi. U pensiyasining 400.000 so'mini dori-darmonga, 300.000 so'mini oziq-ovqatga, 200.000 so'mini kommunal to'lovlarga sarflaydi. Qolganini zaxira qiladi. Agar karta muddat tugab qolsa va u buni pensiya kuni bilsa, dori olish kechikadi, kommunal to'lov muddati o'tadi, uyda asabiylik paydo bo'ladi. Bu muammoning sababi pul yo'qligi emas, oldindan tekshirmaganlik. Demak, yangi tartib sharoitida eng katta himoya bu oldindan tayyorgarlik. Yana bir vaziyat, ona pensiyasini qiziga ishonib topshirgan. Qizi har oy bankomatdan pul yechadi. Oilada muammo yo'q, lekin bir kuni karta yo'qoladi. Kim yechganini aniqlash qiyin. Bank karta egasidan izoh so'raydi. Agar hamma narsa norasmiy bo'lgan bo'lsa, mas'uliyat masalasi murakkablashadi. Agar qonuniy ishonchnoma bo'lsa, vakolatlar aniq bo'ladi. Bank bilan muloqot qilish osonlashadi. Yana bir misol. Pensioner yangi IDD karta oldi, lekin bankka bormadi. Pensiya tushdi, lekin bankda katta amaliyot qilish kerak bo'lganda eski pasport raqami chiqib qoldi. Xodim ma'lumotlarini yangilashni so'radi. Pensioner buni pensiya to'xtatildi deb tushundi. Aslida pensiya to'xtatilmagan, faqat shaxsiy ma'lumotlarni moslashtirish kerak. Shu sababli men doim aytaman, hujjat almashtirsangiz, bank va tegishli davlat tashkilotlaridagi ma'lumotlarni ham yangilashni unutmang. Pensiya urdet oktyabrdan keyin faqat kartaga beriladimi degan savol ko'p shardiriladi. Amaliyotda pensiyani bank orqali olishning asosiy shakli karta va hisobvaraq bo'lib bormoqda. Lekin naqd pul olish imkoniyati bank kassasi yoki bankomat orqali saqlanishi mumkin. Muhimi sizning bankingizdagi aniq tartibni bilish. Har bir hududda va bankda texnik jarayonlar farq qilishi mumkin. Yangi tartib pensiya miqdorini kamaytiradimi? Yo'q, pensiya miqdori boshqa asoslar bo'yicha belgilanadi. Bank tartibi esa pulni yetkazish va berish jarayoni bilan bog'liq. Agar sizdan komissiya ushlangan bo'lsa, bu pensiya kamaydi degani emas, balki bank xizmati. Boshqa bankomatdan yechish yoki boshqa amaliyot xarajati bo'lishi mumkin. Buni albatta bankdan aniqlang. Bankni almashtirish mumkinmi? Odatda pensioner o'ziga qulay bank orqali pensiya olish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Lekin buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmat kanaliga murojaat qilib ariza berish talab qilinadi. Bankni almashtirishda eski hisob, yangi hisob, karta ochish muddati va birinchi chum qachon bo'lish kabi savollarni oldindan aniqlang. Agar pensiya tushmasa nima qilish kerak? Avval bank ilovasi, SMS yoki bankomat orqali balansni tekshiring. Keyin bank filialiga murojaat qiling. Bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limidan o'tkazma holatini so'rang. Agar pul yuborilgan, lekin hisobga tushmagan bo'lsa, bank ichki tekshiruv qiladi. Agar pensiya hisoblanmagan bo'lsa, sababini pensiya jamg'armasi tushuntiradi. Har ikki holatda ham murojaatni yozma yoki ro'yxatga olingan shaklda qoldirish foydali. 10-oktyabrdan banklar tomonidan pensiya berishning yangi tartib pensionerlarning pulini yo'q qilish yoki kamaytirish uchun emas, balki pensiya mablag'larini aniq, xavfsiz va qonuniy tartibda egasiga yetkazish uchun muhim. Lekin bu tartib ishlashi uchun pensionerning o'zi ham, farzandlari ham befarq bo'lmasligi kerak.
Karta muddatini tekshiring. Hujjatlaringizni yangilang. Telefon raqamingiz ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Ishonchnoma kerak bo'lsa oldindan rasmiylashtiring. Bank va pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot oling. Men sizga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pensiya masalasida mish-mishlarga emas. Rasmiy ma'lumotga tayaning. Bankdagi muammoni bankdan, pensiya hisob kitobini pensiya jamg'armasidan aniqlang. Har bir javobni yozib oling, kerak bo'lsa ariza qoldiring. Shunda siz o'zingizdan ota-onangizni ham, yaqinlaringizni ham ortiqcha sarsonlikdan himoya qilasiz. Sizning hududingizda Urduch oktyabrdan keyin pensiya olishda qanday o'zgarishlar sezildi? Bankda navbat bo'ldimi? Karta bilan muammo chiqdimi? Yoki hammasi odatdagidek o'tdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.